Avtomobilning zadniy xod, ya'ni zadniy urganda yonadigan lampochkasi yonmay qoladi, bilasizlar. Nimaga yonmay qoladi? Bu tablodan bo'ladi o'kada mana. Hop, yaqindan ko'rsataman. Mana shu holatga kelib qoladi. Buni remont qilishni hozir video davomida polni ko'rsatib o'tamiz o'kalar. Mana mashina remont qilishini uzmasdan kadr bo'ladi. Hozir ko'rsatamiz. Bu uchun kuygan tablo kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib qilinadigan ish o'kalar, protsessorni yoqib olamiz hamma yog'ini. Mana joylarni hamma yog'ini yoqib olamiz. Обязательно bu narsani yopish kerak, bo'lmasa botga olva tushib qolishi mumkin. Xo'p, endi bunda fen ishlatsangiz bo'ladi. Bizga jaydaricha yo'lini ko'rsatib beryapmiz sizlarga, osonroq ko'rinishi uchun. Xo'p, uning uchun mana qizdirishdan oldin bitta kanifol yaxshilab surib olsanglar, undan ham vaqti zo'r bo'ladi. Nimagaki kanifol qizdirib ko'chirishga yaxshi yordam beradi o'kalar. Xo'sh, zajgalkada qotganimizdan sababi xonani dabdalasi chiqib ketadi, o'tirgan odam qiynaladi. Shuning uchun fenda qilsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana zajgalkada ishlatsanglar ham bo'ladi. Faqat uning yo'li bor. Kondensatorga juda ehtiyot bo'lasizlar. Yonidagi turgan mana oq narsa kondensator deyiladi. Kondensator qizib ketsa, portlash ehtimoli bor. Janaga bang'illab portlab ketmaydi-yu, no atak portlaydi. Xo'p, bu o'zi aslan kuyadi. Hozir ko'rsataman. Nima sababdan kuyishi? Bu optrafari qo'ygandan keyin nagruska katta bo'lib ketib qoladi. Tak, mana nagruska katta bo'lib ketib qoladi. O'shani hisobiga kuyadi hozir issiq ekan. Ko'rsataman. Tak, joylari, kontaktlari tozalab olinadi. Mana bunaqa ahvol kelib qolganda o'kada. Yonib ketadi. Tak, buni polni tozalab chiqariladi. Doroshkalar olinadi. Daroshkalarni chiqarib olamiz. Daroshkasini polni chiqarib olgandan keyin tak, noshkasi zadniga chiqib keturishi bor. Bu qatga chiqib ketishidi? Salonga. Hozir buni ham yaqindan obzor qilib ko'rsatib ketaman. Screenshot qilib olasizlar. Tak, обязательно bitta relay kerak bo'ladi, bitta tranzistor, 882 mi 772 mi? 882 tranzistor kerak bo'ladi va relay kerak bo'ladi. Hop, protsessordan chiqayotgan tranzistorni ochadi, tranzistor relayni ochadigan bo'ladi. Hop, bir xillarda daroshka polni yo'qolib ketadi, unda ham topib olsanglar bo'ladi. Instagramdan kimdadir ko'rdim, protsessorlardan daroshkalarni yo'lini o'sha chizib olishgan. Agarda daroshka kuyib ketadigan bo'lsa, bitta sog'ini olib turasizlar, bu kimda? Avtomat sog'ini. Daroshkasini topib olasizlar. Misol uchun sizlarga kerakli daroshkalarni hozir ko'rsatib o'tgandan uzlangandan keyin mana shu yoqqa protsessorga keladi. Biz hozir latta bilan yopib qo'ygan sababli shu yoqqa surishga tushib qolmasligi uchun. Hammasini hozir yaqindan polni obzorini ko'rsataman. Что bemalol ulab ola olasizlar keyinchalik. Biz hozirgi paytda bu ishlarni 300-350 ming so'm atrofida qilamiz. Kimdir arzon, kimdir qimmat qiladi. Bizda standart narxlar bor. Mana shunaqa ko'rsatkichlarda kesayotganda mana shu protsessorlarning oyog'iga turib qolishi mumkin, maylalari. Shuning uchun glavnisi protsessor oyoqchalari yopib qo'yish shart.
Endi ulanishga kelsak, mana akalar. Yaxshilab ko'rib olamiz. Hozir kadr to'xtatib, bemalol screenshot qilsanglar bo'ladi. Tak yaqinlashtirsam sizlarga aniqroq bo'ladi. Oyog'i kesilganiga ham rahmat beringlar. Ikkita oyog'i bitta bo'lib, ustki bunday ulanadi. Mana bu kesib turib, ochib turib, keyin ulab yuborilgan orqasidagi bo'lmasa payki tegib qolgan. Prosta kesilgan bu. Buni screenshot qilsanglar ham bo'ladi. Kondensator bor edi, sizlarda bo'lsa kondensator olib tashaldi. Mana bu yerda mana C51 ni shuni pastki kondensator bo'lyapti. Relayning oyog'i ulanishi. Qisqasi video foydali bo'ldi deb o'ylaymiz. Kim kerak bo'lsa, mana okalar xudo xolasa bitta mehnat turib